ko'p hojilarimiz, ko'p ziyoratchilarimiz eshitib qolaman, O'zbekistonga borganda so'raymiz, Jannatul Baqiyaga kirdingizmi? Jannatul Baqiyani ziyorat qildingizmi degan savolni bersak, qaysi tarafda edi u? Makkadamidi, Madinadamidi degan savolni berishyapti. Astag'firulloh, biz bilmasligimiz uyat. Rasulullohni yaxshi ko'rgan, payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan insonlarning qabri mana shu joyda. Payg'ambarimiz suyukli ayollaridan Oysha onamizning qabrlari mana shu Jannatul Baqiyada. Jannatul Baqiya to'g'risida gapiraman, qisqacha qilib gapirib beraman. Payg'ambarimiz aytadilar, qaysiki ummatim, qaysiki inson Madina Munawvara shahriga kelsa va mana shu joyda qanchadir muddat yashasa va vafot etsa, Madina Munawvara shahrida vafot etsa va Jannatul Baqiyaga qo'yilsa, shafoatim o'sha insonga vojib bo'pti deganlar. Qaranglar, juda katta baxt, juda katta bir ne'mat. Bu sharaf. Bu joyga kelib Jannatul Baqiyaga qo'yilishlik bir sharaf.